Voy, biznesmen akalar pulni bosib o'tira olmasa, olib chiqinglar, yerlarni olib biznesda bosaylik. Xabaringiz bor, Xonobod shahrimizdagi Sonborni oldida kemping zonani sotuvga qo'yganmiz. Akalarimiz ishlarni boshlab yuborishdi. Hozir bu ishlar bilan sizlarni tanishtirib chiqamiz. Aylanib uchib yursa, qarang tabiatni manzaraga. Bu yer negasi va'da qilgan, o'zim yo'l qilib biton qo'yib beraman deganini ko'ryapsizlar. Ishlar avjida ketyapti. O'ylanmasdan bu yerdan yerlarni sotib olsanglar bo'laveradi. Ha, aytgancha akamiz ichimlik suvini ham o'zim qilib beraman deb va'da qilgan. Ha, Boburjon, chapga yuring-da, chapga. Yurayman. Ha, yo'q, to'xtang, o'ngroqqa, ha. Bo'ldim. Yo'q, jicha orqaroq qaytasiz ekan. Qanday olma yuring? Tushmayapti. Toshni oling. Ha, asha qarab oting. Aqote. Asha qarab, orqaga qarab oting. Do'stlar, sizlar bu yerdan yer olsanglar, o'zlari akalarimiz tekizlab berishar ekan. Ko'p turganlardek zastivkalarni olib kelib qo'yishdi. Ertaga katta texnikalar kelib tekiz qilib berar ekan, xohlagan binongizni yoki xohlagan biznesingizni boshlasangiz bo'laverar ekan. Boburjon, Ha? svet haqida gapirmadi-ku. Aytdim shekilli-ku. Yo'q-da. Aytmadimmi? Qaranglar, agar sizlar bu yerdan yer olsanglar, sizlarga svet churib berishar ekan. Mahallalarga stolbar qo'yib, mahallalarni yop-yorug' qilib beradi. Bu yer Sun'iy ko'lda o'rtasida yagona qurilayotgan Sun'iy ko'lda yonida Sonbor shunaqana pastda joylashgan. Havosini qaranglar, bu yerda biznes qilib yoki dacha qilib, maza qilib ishlasanglar bo'ladi. Pastda qanday qo'ng'iroq qilsanglar, akalarimiz olib kelib yerlarni, joylarni o'zlari ko'rsatadi. Xohlagan yeringizni siz nomingizga rasmiylashtirib berishadi. Bu videoni biznes qilmoqchi bo'lgan do'stlarga yuborib qo'yinglar va bu videoga like bosib qo'yinglar. Bizdan uzoqlashmanglar.